Charchamadingmi onasi? Yo'q, rahmat. Qarashyapsiz-ku. Yordamlashaman-da ayolim bo'lganingdan keyin. Erkak kishi ayoliga yordamlashishi kerak. Shirin. Voy! Ma, bu senga to'yimiz bo'lgan kun uchun. Rahmat kattakon. Bitta shar bilan, shikolat bilan aldab qo'yapti demagan. Hozir ozgina sharoitim tortilib qoldi-da. Nima deganingiz bu? Sog'ani katta kichigi bo'lmaydi. Shu kichkina narsa qanchalik quvonch berishini bilmaysiz-da. Muhimati bor adasi. Voy, nima ko'taryapsan buni? Qo'ymaysanmi? Doktor aytdi-ku, ko'k sartrozga chalinganlar og'ir ko'tarish mumkin emas. Bundan keyin qanaqa og'ir ish bo'lsa, mana men o'zimga aytgan. Ha. Nafisaxon shuni detoks orqali tezroq o'tkazib yuboring. Shu buxgalteringiz bilan gaplashsangiz shunday asabim buziladi. Sani jahling chiqmasin. Bu oddiy ish-ku. Sen bilan ursam xuddi hayotimda kimnidir yo'qotib qo'ygandek bo'laman. Senga g'azab emas, tabassum yarashadi. Bilaman shundog'am. Siz gapni burmang. Endi necha marta aytdim senga, boshini yuvganingdan keyin quritib chiqqin deb. Joyiga tegib ketding, kasal bo'laverib. Yaxshiyam siz shunaqa emassiz. Ayol kishi o'zini yeridan mehr kutadi, rahm shafqat kutadi. Har bitta bog'bon atirgulli tikoniga sabr qilib, unga mehr bera olmaydi. Kimdir bundan g'azablanib qarovni to'xtatsa, boshqasi qalin qo'lqop kiyib bo'lsa ham g'amxo'rlikka davom ettiradi. Erkak kishining ham ayoliga bo'lgan muomalasi xuddi shunga o'xshaydi. Eshitdinglar doktorning gapini. Mana shu argonni ichishga davom etsang, ko'k sartrozdan tuzalasan, xudo xolasa onasi. Xo'p. Sani sog'lig'ing men uchun hamma narsadan muhim.